Labay. Bu nima mazasiga suv qo'shaman. Men ishlatmayman buni. Oyoqdan quritaman. Besh kundan beri hech qanday murojaat bo'layotgan yo'q. Bundan sonra İğnesi yok mu? ha, ilası optelası. İğnesi yok mu? Yok optelası. Gel. Bakıyorum. Ha, qo'ling chiqar. İğnesi yok mu? Yo'q, juda ko'padi. Endi nima qiladi? Qamaymi senda? Chiqar qo'ling chiqar. Ha? Anasini ham shu pastdan shu o'rtaga shundan berib ertalab olib almashtiringlar desam, ensasi qotib qimay ketdi. Nima ertalab vazirlikka boraman men ustida hammasini. Erta birinchi kun bo'lsin-da. To'xtang mana. To'xtang, qo'lini ko'rsang shunda. Qo'lini ko'rsang opa. Nima farqi bor? Qonini ko'rsang, mana Voy, qo'lini menga necha kundan beri menga issilik. qara, u joyni noto'g'ri ish qilyapsiz. Necha kundan beri bu noto'g'ri ish issilik. qilyapsiz shu. Issilik mana qoni bilan qotyapti o'g'limning qo'lida. Gapni qarang. Mana. Mana necha kundan beri issilikda bu. Kelganiga mana 3 kunda almashish kerak bu issilik. Lekin 5 kun bo'ldi haligacha turibdi qo'lida issilik. Siz o ish qilibsiz. Ertalab ta'mirda bo'lim mudir bordi, necha chaqirmadingiz eringizni? Shu bo'lim mudiri, bo'limda qizlar borida chaqirmang. Hozir chaqiribsiz. Noto'g'ri deb oyisi. Borida chaqirmang. Opa bu necha kunda almashadi? Siz doktor. 3 kundan 5 kungacha. 3 kundan 5 kungacha bu 5 kun bo'ldi. Ha, 5-kun. Lekin men passan men bolam oldindan Sanpedga yotib kelayotgan bo'lsa, 3 kunda almashtiradi issilik. 3 kundan ziyod deb aytilar. Bu yeki qoni bilan qotyapti, ko'ryapsizmi? Mana 5 kun bo'lgan bo'lsa yotganiga, mana 5 kundan beri issilik qo'lida qoni bilan qotyapti. Bo'ldi ana, olib tashladi ul. Ana. Mana yana bolaga qarayapti, doktorlar boshqa qilyapti deydi. Mana ahvoli. Bolani. Kel. Kedingmi? Bo'ldi. Yashirama dedi qo'lda qonini qotib. Kel. 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 Oramaydım. Yo'q, bo'ldi-ku, olib tashladik-ku. Qo'lingni tiq endi. Tiqdingmi? Bo'ldi. Yaxshimi? Ana. Kel. Mana bizni doktorxonada bizni chiqarib beryapti. Mana bolaga qarash yo'q. Boshqa yo'q. Mana necha kundan beri. Mana bola ahvoli. Temperaturada oshib ketyapti. Bayak. Ha? Ketdik. Bakın. Va oldim. Qo'lida issilik ham qoni bilan qotyapti. Men 5 kun bo'lgan bo'lsa 5 kundan beri almashtirilmagan. Ko'ryapsan, bolaga umuman qarov yo'q aka. Bo'ldi o'sha. Ha, bo'ldi. Xo'p, mayli.